Navbatdagi Nexus avtomobili 2019-yilda ishlab chiqarilgan 2 yevro avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 82 ming kilometr. Mashinamizga 4-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlar yaxshi holatda, motorida hech qanaqa muammosi yo'q. Bitta qilinadigan ishi bor, oldi ikkita amortizatorni almashtirish kerak bo'ldi, boshqa hech qanaqa ish yo'q. Balonlari yaxshi holatda, hali ancha-muncha bemalol yurib beradi. Saloniga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli holatdagi yaxshi salon, yaxshi chexol polikli taqib qo'yilgan, rullar o'rnab qolmagan, pult o'rnatilmagan, hidlanib ketmagan, akkuratli, приятный salon. Kuzovdagi aybiga keladigan bo'lsak, oldi chap kruloni uchida bir qarish pitnosi bor, orqa chap krilo полностью sepilgan va bagaj qopqog'ini pastki qismida bor, tepasi toza. Qozoniga o'tmagan, qozoni zavodskoy holatda turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Gazi bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $8000. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Toshkent shahar.